1 mol kimyodagi eng muhim va eng ko'p ishlatiladigan fizik kattalik. Lekin afsuski, ko'pchilik o'quvchilar buni faqat massa taqsim bajarmasi deb biladi. Bugun oddiy tuxum misolida shu muhim mavzuni ko'rib chiqamiz. Aslida 1 mol bu juda katta to'plam. Ya'ni uning ichida 6,2 ta zarracha 1 mol deb qaralgan. Bu nima degani? Misol uchun siz bozordan 30 ta tuxum sotib olmoqchisiz. Sotuvchidan menga 30 ta tuxum bering deb so'raysizmi yoki menga 1 fleyka tuxum bering deb so'raysizmi? Katta ehtimol bilan menga 1 fleyka tuxum bering deb so'raysiz. Sababi 30 ta tuxum 1 fleyka ekanligini hamma biladi. Tuxumni katta yoki kichkinaligini ahamiyati yo'q. Muhimi 30 ta tuxum 1 fleyka. 1 mol ham xuddi shunday. Atom va molekulalar juda kichkina bo'lganligi sababli ularni sanashning imkoniyati yo'q. Shuning uchun ham 6,02 10 darajasi 23 ta har qanday kattami, kichikmi, og'irmi, yengilmi barcha zarrachalar 1 mol deb qaralgan. 1 mol alyuminiy 27 gram, lekin uni ichida ham 6,02 10 darajasi 23 ta alyuminiy atomlari bor. 1 mol kumush 108 gram, lekin uni ichida ham 6,02 10 darajasi 23 ta zarracha mavjud. Xullas, biz kimyoda juda ko'p ishlatadigan 1 mol bu aslida 6,02 10 darajasi 23 ta ko'zga ko'rinmas mayda zarrachalar to'plami hisoblanadi. Kimyoni shunaqa oson va sodda tilda, muhimi hayot bilan bog'lab o'rganishni xohlaysizmi? Unda Atom o'quv markazi aynan siz uchun. Shu 1 molni 1 mol deb o'rganadiganlar ham bor. Shularga yuborib qo'yish kerak tam videoni.